Hop, mashinada turib qoldi. Turib qolganiga esa sabab nimaligini biz bilmaymiz. Sabab esa to'qnashuv. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar aka? Yaxshimisiz aka? Nima bo'ldi? Nima qilib turibsizlar bu yerda? Prizda turdik. Hop, Akamiz kelib hisobini ololmadim, taqqa turib qo'ydi-da. hop, nima kutyapsiz? Aka. Bo'lgan yo'q. Mashina turuvdi bu mashina. Ha, Baş mashina. Men vashda rushnoyda tortib turibman aka. hop. Aka kelayotganda keldi ham signal chaldi. Keyin to'xtadi-da. Ha. Aka yuryapti-da bu. Ey aka. Rushnoyda keyin tortib. Yoniga nima qildi yoniga? Uyda bo'lgan, uyda bo'lgan. Masalan, qaysi kamera ko'rdim endi registrator chiqar ekan. Ko'rsin, ko'rsam, aka gaykasi ko'radi. Ozgina oldinroq olmadingizmi? Yo'q. Hech Gayi nima kelmadi-yu. bo'lmaydi. Kelsa nima o'zgaradi? Bu aka hozir kelganda challab pallab 02 qildingizmi? 02 qildingizmi? Ha. Gayi chaqirdingizmi? Bu endi kutasizlar. Prosta men nima demoqchiman? Yevroprotokol chaqirsanglar bo'lardi. Endi o'zaro kelishsanglar bo'lardi. Gayi chaqirdingiz, oldin buni ozgina olish kerak edi. Hozirda olasizda, har sanaga 50 ming, 100 minglik metini bo'ladi, lekin mashina jarimalarga qarab ketadi. Bu ham, bu ham. Men bu akaga shunday desam, bu aka gapga ko'nmayapti. Ozgina oling, ozgina. Dem olib registrator ko'rgan. 20 santimetr olsa ham yetadi. Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, izohda o'zingizlarning fikringizni kutib qolaman. Yuk avtomobili Cobalt turganmi yo Cobalt orqaga ketib qolganmi? Kommentlarga yozib qo'yarsizlar.